qizlar 1000 so'mdan sizlarga mana 1000 so'mdan donasi 1000 so'mdan to'g'ri kelibdi. Baldoq sotadigan joy topib qo'ydik. Bu yerda assortiment juda ham ko'p. Sekin atrofga obzor qilib bering, sekin ko'rishsin. Bizda bu optim joyi ikkita bermaydi tushunganingizda. 100 ta, 120 ta beradi, lekin donasi 1000 so'mdan to'g'ri kelibdi. Hozir bu qizdan narxini so'radik. 0.8 yuan debdi. Eng qimmati ham mana ko'rishingiz mumkin. 0.8 yuan degan bu yerda eng qimmati $1 10 ta to'g'ri keladi degan. Bu joylarni kontaktini sizlarga hech kim bermaydi. Bijuteriya deb yozib qoldirsangiz, bu bijuteriyalar nimasi yaqindan rotasini ko'rsataman. Mana shular 1000 so'mga to'g'ri kelyapti donasi. Bundan arzoni ham bor, bundan qimmati ham bor. Shunaqa narsadan uyingizga o'tirgan holatda chiqmasdan zakaz qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, bijuteriya deb yozib qoldiring. Kommentariyalarda eng aktiv bo'lgan 10 ta odamga tekin